Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 2019 yildan 2026 yilgacha pensiyaga chiqqanlar, pensiya tayinlanganlar, pensiyasi qayta ko'rganlar va sud orqali o'z haqini yutganlar uchun qayta hisoblash masalasi. Bu mavzu oddiy ko'rinishi mumkin, lekin amalda ko'plab pensionerlar aynan shu joyda pul yo'qotadi. Kimdir ish staj noto'g'ri olingani uchun, kimdir ish haqqi to'liq hisobga kiritilmagani uchun, kimdir arxiv hujjatini kech topgani uchun, yana kimdir sudda yutgan bo'lsa ham, keyingi hisob kitob qanday bo'lishini bilmagani uchun. Bu ma'lumot har bir oila uchun muhim. Chunki uyda ota-onangiz, bobongiz, buvingiz, yaqin qarindoshingiz pensioner bo'lishi mumkin. Ba'zan oyga 1000 so'm, 34 ming so'm, hatto 7000 ming so'mgacha farq chiqishi mumkin. Yillar bo'yicha hisoblaganda esa bu juda katta mablag'ga aylanadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men sizga faqat umumiy gap emas, amaliy yo'l yo'riqni tushuntiraman. Kim qayta hisoblash talab qilishi mumkin, kimga tegishli emas, sudni yutganlar nima qilishi kerak, qayerga murojaat qilish kerak va arizada nima yozish kerak. Men ko'p yillik amaliyotda bir narsani ko'raman. Pensionerlarning katta qismi pensiyasi bir marta tayinlangan bo'lsa, endi uni o'zgartirib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Pensiya tayinlangandan keyin ham ayrim holatlarda qayta hisoblash mumkin. Ayniqsa, yangi hujjat topilsa, staj tasdiqlansa, ish haqi bo'yicha ma'lumot aniqlansa, imtiyozli davrlar isbotlansa yoki sud qarori bo'lsa, pensiya qayta ko'rilishi mumkin. Avvalgi yillarda, ayniqsa 2019 yilgacha bo'lgan davrlarda ko'plab ma'lumotlar qog'oz hujjatlarda yuritilgan. Mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomasi, arxiv spravkasi, korxona buyruqlari, shaxsiy hisob varaqalari, tabel, hisob kitob vedomoslari alohida joylarda saqlangan. Korxona yopilgan bo'lsa, hujjatlar arxivga topshirilgan yoki ba'zan umuman tartibsiz qolgan. Natijada pensiya tayinlashda odamning haqiqiy ishlagan davri to'liq ko'rinmay qolgan. Hozir esa raqamlashtirish kuchaydi. Elektron mehnat daftarchasi, soliq bazasi, jamg'arma ma'lumotlari, arxiv xizmatlari, yagona davlat xizmatlari orqali tekshirish imkoniyati oldingidan ancha kengaydi. Lekin bu degani hamma narsa avtomatik to'g'ri bo'lib ketdi degani emas. Aksincha, eski davrdagi xatolar hozir yuzaga chiqmoqda. Masalan, 1995 yilda ishlagan davr elektron bazada ko'rinmaydi, lekin mehnat daftarchasida bor. Yoki 2003 yildagi ish haqi ma'lumotnomasi noto'g'ri o'qilgan, yoki korxonada lavozim nomi o'zgargan, lekin imtiyozli stajga tegishli ekanligi ko'rsatilmagan. 2019-2026 yillar oralig'idagi pensionerlar nega alohida muhim? Chunki bu davrda pensiya tizimida ma'lumotlar bazasi, hisob-kitob yondashuvi, hujjatlarni tekshirish va qayta hisoblash amaliyoti ancha o'zgardi. Ayrim insonlar pensiyaga chiqqanda barcha hujjatini topshirmagan bo'lishi mumkin. Ayrimlarga minimal yoki pastroq miqdorda pensiya tayinlangan bo'lishi mumkin. Ayrimlar sud orqali ish staji yoki ish haqi bo'yicha huquqini tan oldirgan bo'lishi mumkin. Shunday holatlarda asosiy savol tug'iladi. Qayta hisoblash qaysi kundan qilinadi? Qancha farq to'lanadi? Yana qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Men birinchi navbatda kimlar albatta o'z pensiyasini tekshirtirishi kerakligini aytaman. Birinchi toifa 2019 yildan 2026 yilgacha pensiyaga chiqqan. Lekin pensiya tayinlanganda ba'zi ish davrlari hisobga olinmagan odamlar. Masalan, siz 1998 yildan 1903 yilgacha zavodda ishlagansiz, lekin arxivdan ma'lumot topilmagani uchun bu davr stajga kiritilmagan. O'sha paytda sizga hujjat yo'q, hisobga olmaymiz deyishgan. Keyinroq arxivdan buyruq, ish haqi vedomosi yoki shaxsiy kartochka topildi. Mana shu holatda qayta hisoblash masalasi ko'tariladi. Ikkinchi toifa, mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin yozuvda xatolik bo'lganlar. Masalan, ishga kirgan sana 1991 yil 5 mart, ishdan bo'shagan sana 1996 yil 20 avgust bo'lishi kerak, lekin muhr noaniq, lavozim nomi noto'g'ri, korxona nomi qisqartma bilan yozilgan. Pensiya organi shuha qilgan va stajni to'liq olmagan. Keyin sudda yoki arxiv orqali bu tasdiqlangan. Bu ham qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa, ish haqi noto'g'ri yoki kam olinganlar. Pensiya miqdorida stajdan tashqari ish haqi ko'rsatkichi ham katta rol o'ynaydi. Masalan, bir odamning 1998-2002 yillardagi ish haqi yuqori bo'lgan, lekin ma'lumotnoma topilmagani uchun hisob-kitob boshqa pastroq davr bo'yicha qilingan. Natijada pensiya oyiga 2 million ming so'm bo'lishi kerak bo'lgan joyda
2 milyon 600 ming so'm bo'lib qolgan. Farq 400 ming so'm. Agar bu xato 3 yil davom etgan bo'lsa, umumiy farq 16 million so'mdan oshishi mumkin. Albatta, aniq summa har bir ishda alohida hisoblanadi, lekin mantiq shunday. Kichik ko'ringan xato yillar davomida katta pulga aylanadi. 4-toifa. Imtiyozli pensiya yoki imtiyozli staj bilan bog'liq fuqarolar. Masalan, zararli mehnat sharoitida ishlaganlar, tibbiyot, ta'lim, konchilik, transport sanoatining ayrim sohalarida ishlaganlar, tegishli ro'yxatga tushadigan lavozimlarda bo'lganlar. Bu yerda eng ko'p uchraydigan xato shuki, odam lavozim nomi bo'yicha haqiqatan imtiyozga ega bo'lgan, lekin hujjatda lavozim noto'liq yozilgan. Masalan, operator deb yozilgan, aslida zararli ishlab chiqarishdagi maxsus operator bo'lgan. Yoki usta deb yozilgan, lekin qaysi uchastkada ishlagani ko'rsatilmagan. Pensiya organi buni oddiy staj deb olgan. Keyin ish joyidan aniqlashtiruvchi ma'lumotnoma olinsa yoki sud qarori chiqsa, qayta hisoblash mumkin bo'ladi. 5-toifa, sudni yutganlar. Bu juda muhim. Sudda yutish bilan ish tugamaydi. Sud qarorida nimani tan olganiga qarash kerak. Sud faqat falon davr ish stajiga kiritilsin deb qaror qilganmi? Yoki pensiya qayta hisoblanib, farq undirilishi lozim deb ham ko'rsatganmi? Bu ikki holat o'rtasida katta farq bor. Agar sud faqat stajni tan olsa, keyin shu qaror bilan pensiya organiga borib qayta hisoblash talab qilinadi. Agar sud farqni ham aniq belgilagan bo'lsa, ijro varaqasi va majburiy ijro masalasi ham qo'shiladi. Birinchi misol. 2020 yilda ayol kishi yoshga doir pensiyaga chiqdi. Uning umumiy staji 27 yil deb olingan, lekin u 1990-1996 yillarda tikuv fabrikasida ishlagan. Fabrika yopilgan, hujjat topilmagan. Pensiya tayinlanganda bu 4 yil hisobga olinmagan. Pensiyasi 1 milyon 720 ming so'm chiqqan. 2024 yilda arxivdan ma'lumot topildi. Ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i va ish haqi qaydlari bor. Natijada staj o'tim yil bo'ldi. Agar shu qo'shimcha staj va ish haqi hisobga olinsa, pensiya masalan 2 milyon 1050 ming so'mga oshishi mumkin. Farq oyiga 300 ming so'm. Bu yerda asosiy savol: farq 2020 yildan to'lanadimi yoki ariza berilgan kundanmi? Odatda bunday masalada qayta hisoblashning qaysi sanadan bo'lishi hujjatning qachon taqdim etilgani, xatoning kim tomonidan qilinganligi va amaldagi tartibga bog'liq. Shuning uchun arizada albatta pensiya tayinlangan kundan boshlab qayta hisoblash va to'lanmay qolgan summani to'lash deb talab qilish kerak. Ikkinchi misol. Erkak kishi 2021 yilda pensiyaga chiqdi. Mehnat daftarchasida 1996-1990 yillar harbiy zavoddagi ish davri bor, lekin muhr o'qilmaydi. Pensiya organi bu davrni shubhali deb faqat boshqa davrlarni oldi. Fuqaro sudga murojaat qildi. Sud guvohlar, arxiv ma'lumotlari va boshqa hujjatlar asosida o'sha 4 yil ish stajini tan oldi. Sud qarori qonuniy kuchga kirdi. Endi fuqaro pensiya organiga sud qarori nusxasi bilan boradi. Bu yerda u shunchaki pensiyamni ko'rib bering demasligi kerak. Aniq talab yozishi kerak. Sud qaroriga asosan 1906-1990 yillardagi ish stajimni pensiya hisob kitobiga kiritib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni va to'lanmay qolgan farqni chiqarib berishingizni so'rayman. Uchinchi misol. 2019 yilda pensiyalarga ish haqi bo'yicha past ko'rsatish olingan. Chunki u eng yaxshi yillardagi oylik ma'lumotnomasini topa olmagan. 2025 yilda u arxivdan 2001-2005 yillardagi ish haqi ma'lumotini oldi. Bu davrda uning oyligi oldin hisobga olingan davrdagidan ancha yuqori. Natijada pensiya bazasi oshadi. Bunday holatda odam mening stajim o'zgarmadi-ku, qayta hisoblash bo'lmaydi deb o'ylamasligi kerak. Ish haqi ham qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Pensiya miqdorida staj va ish haqi birgalikda ishlaydi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz tayinlanganda barcha ish davrlaringiz to'liq kiritilgan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlaringiz to'g'ri olingan bo'lsa, keyin yangi hujjat topilmagan bo'lsa, sud qarori bo'lmasa, odatda maxsus qayta hisoblash uchun asos bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir men har bir pensionerga kamida bir marta pensiya hujjatlar papkasini tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki odam ko'pincha o'z pensiyasi qanday shakllanganini bilmaydi. Menga shuncha chiqdi deb yuradi, lekin ichidagi hisob kitobda 2 yil, 5 yil yoki yuqori ish haqi davri tushib qolgan bo'lishi mumkin. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala. Hujjat topilgan sana va pensiya tayinlangan sana. Ko'p odamlar men 2020 yilda pensiyaga chiqqanman, hujjatni 2024 yilda topdim. Demak menga 2020 yildan farq to'lanadi deb o'ylaydi. Har doim ham bunday bo'lavermaydi.
Agar hujjat pensiya tayinlash paytida taqdim etilmagan bo'lsa, organ men o'sha paytda mavjud hujjatlar asosida to'g'ri hisoblaganman deyishi mumkin. Lekin agar hujjat aslida bo'lgan, siz taqdim etgansiz, lekin organ noto'g'ri baholagan yoki e'tiborsiz qoldirgan bo'lsa, unda farqni avvalgi davrdan talab qilish imkoniyati kuchliroq bo'ladi. Ikkinchi nozik masala sud qarorining mazmuni. Sud qarorida yozilgan har bir jumla muhim. Ba'zi fuqarolar sudda yutadi, lekin qarorda faqat fakt tan olinadi. Masalan, falon fuqaroning 1990 yil yanvardan 1994 yil 30 dekabrgacha falon korxonada ishlaganlik fakti aniqlansin. Bu qaror stajni isbotlashga yordam beradi. Lekin avtomatik pul undirish degani emas. Keyingi bosqichda pensiya organiga murojaat qilib, qayta hisoblash talab qilinadi. Agar pensiya organi rad etsa, yana nizolashish mumkin. Uchinchi nozik masala arxiv ma'lumotnomasining sifati. Arxivdan olingan har qanday qog'oz ham yetarli bo'lavermaydi. Ma'lumotnomada korxona nomi, ishga kirish va bo'shash sanasi, buyruq raqami, lavozim, ish haqi davrlari, asos hujjatlari ko'rsatilishi kerak. Agar ma'lumotnoma umumiy yozilgan bo'lsa, masalan, falonchi bizning arxivda uchraydi degan mazmunda bo'lsa, bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun arxivga so'rov berganda aniq so'rash kerak. Ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar. Ish haqi bo'yicha oyma-oy yoki yillik ma'lumot, buyruqlar shaxsiy varaqa nusxasi. 4-nozik masala mehnat daftarchasidagi xatolar. Mehnat daftarchasida ism familiyada bitta harf farq qilsa ham muammo chiqishi mumkin. Masalan, pasportda Murodova, daftarchada Murodova yozilgan yoki tug'ilgan yil noto'g'ri. Bunday holatda pensiya organi hujjat sizga tegishli ekanligini tasdiqlovchi qo'shimcha dalil so'rashi mumkin. Bu dalil sifatida nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganlik hujjati, arxivdagi shaxsiy kartochka, ish joyidan ma'lumotnoma, ba'zan sud orqali faktni aniqlash kerak bo'ladi. 5-nozik masala ishlagan davr bilan sug'urta badallari davri aralashib ketadi. Ayrim yillarda odam rasmiy ishlagan, lekin ish beruvchi badal to'lamagan yoki hisobotni noto'g'ri topshirgan. Fuqaro bu holatda aybdor emasligini isbotlashga harakat qiladi. Bunday vaziyatda hujjatlar juda muhim. Mehnat shartnomasi, buyruq, oylik qaydlari, bank orqali to'lovlar, guvohlar, soliq yoki arxiv ma'lumotlari. Agar ish beruvchining xatosi tufayli odam pensiyadan zarar ko'rgan bo'lsa, masala murakkablashadi va ba'zan sud yo'li zarur bo'ladi. 6-nozik masala. Hamma pensionerlarga avtomatik qayta hisoblanadi degan gaplarga ishonmaslik kerak. Ayrim indeksatsiya, oshirish, bazaviy miqdor o'zgarishi avtomatik bo'lishi mumkin. Lekin shaxsiy stajingiz, shaxsiy ish haqingiz, sud qaroringiz, arxiv hujjatingiz bo'yicha qayta hisoblash ko'pincha alohida murojaat talab qiladi. Hech kim sizning 1993 yildagi hujjatingizni o'zi izlab yurmaydi. Siz tashabbus ko'rsatmasangiz, masala yillar davomida ochilmay qolishi mumkin. 7-nozik masala. Sudni yutgandan keyin muddatni cho'zmaslik. Sud qarori qonuniy kuchga kirgach, darhol uning nusxasini oling. Agar kerak bo'lsa, ijro varaqasini oling. Pensiya organiga yozma ariza bering. Arizangizni 2 nusxada tayyorlang. Birini topshirasiz. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va kirim raqamini qo'ydirasiz. Agar elektron tarzda yuborsangiz, yuborilganligi haqida tasdiqni saqlang. Chunki keyin siz murojaat qilmagansiz degan gap chiqmasligi kerak. 8-nozik masala qayta hisoblashdan keyingi yangi pensiya va o'tgan davr farqi alohida tushunchalar. Ba'zan pensiya organi pensiyani kelgusi oydan oshiradi, lekin o'tgan davr farqini to'lamaydi. Siz esa aynan ikki narsani so'rashingiz kerak. Birinchisi pensiya miqdorini to'g'ri belgilash, ikkinchisi oldin kam to'langan summani hisoblab to'lash. Bu ikkisidan faqat bittasini aytsangiz, ikkinchisi e'tibordan chetda qolishi mumkin. Birinchi qadam pensiya ishingiz bo'yicha ma'lumot oling. Siz o'z pensiyangiz qanday hisoblanganini bilishingiz kerak. Qaysi yillar stajga olingan, qaysi yillar olinmagan, qaysi ish haqi davri hisobga kiritilgan, umumiy staj necha yil chiqqan, imtiyozli staj bo'lsa qancha olingan. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. Arizada pensiya tayinlashda hisobga olingan ish staji, ish haqi va hisob kitob bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozing. Ikkinchi qadam, o'z hujjatlaringizni uyda tekshirib chiqing. Mehnat daftarchasi, eski shartnomalar, diplom, harbiy xizmat hujjati, tug'ilganlik va nikoh guvohnomalari, ish joyidan berilgan spravkalar, arxiv javoblari, sud qarorlari, ish haqi ma'lumotnomalari, bank kartasiga tushgan oylik izlari, soliq ma'lumotlari, kasaba uyushmasi biletlari,
Hatto eski buyruq nusxalari ham foydali bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar uyda turgan bitta eski qog'ozning qiymatini bilmaydi, lekin aynan o'sha qog'oz 5 yillik stajni tasdiqlab berishi mumkin. 3-qadam. Tushib qolgan davrlarni jadval qilib yozing. Masalan, 1999-1994 yillar falon korxona mehnat daftarchasida bor, lekin pensiyada olinmagan. 2001-2005 yillar ish haqi yuqori bo'lgan, lekin hisobga olinmagan. 1996 yil yanvardan dekabrgacha buyruq bor, lekin stajda yo'q. Buni oddiy daftarga yozsangiz ham bo'ladi. Maqsad shuki, siz pensiya organiga borganingizda umumiy gapirmaysiz, aniq davrni ko'rsatasiz. 4-qadam. Arxivga so'rov yuboring. Korxona hozir mavjud bo'lsa, avval korxonaning o'ziga murojaat qiling. Korxona yopilgan bo'lsa, hududiy arxivga, tarmoq arxivga yoki yuqori tashkilotga murojaat qilinadi. So'rovda quyidagilarni yozing. Falon yildan falon yilgacha ishlaganligimni tasdiqlovchi ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, lavozimim, ish haqi ma'lumotlari, shaxsiy varaqam, tabel va boshqa asos hujjatlari bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman. Qanchalik aniq yozsangiz, javob shunchalik foydali bo'ladi. 5-qadam. Pensiya jamg'armasiga qayta hisoblash haqida yozma ariza bering. Arizada quyidagilar bo'lishi kerak: familiya, ism otasining ismi, yashash manzili, telefon raqam, pensiya turi, pensiya tayinlangan sana, qayta hisoblash uchun asos, ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati va aniq talab. Masalan, taqdim etilayotgan arxiv ma'lumotnomasi va mehnat daftarchamadagi yozuvlar asosida falon davrni ish stajimga kiritib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni. Shuningdek, kam to'langan pensiya summalarini hisoblab to'lab berishingizni so'rayman. 6-qadam. Javobni kuting, lekin nazoratsiz qoldirmang. Murojaatingiz ro'yxatga olingan bo'lishi kerak. Belgilangan muddatda javob berilishi lozim. Agar sizga og'zaki bo'lmaydi deyishsa, bunga rozi bo'lib ketmang. Yozma javob so'rang. Chunki yozma rad javobisiz keyingi bosqichda o'z haqingizni himoya qilish qiyin bo'ladi. Og'zaki rad javob huquqiy hujjat emas. Yozma rad javobda esa nima sababdan rad etilgani ko'rsatiladi va siz aynan shu sababga qarshi dalil tayyorlaysiz. 7-qadam. Rad javobi asossiz bo'lsa, yuqori organga yoki sudga murojaat qiling. Men doim aytaman, sudga shoshilmasdan, lekin kechikmasdan borish kerak. Avval hujjatlarni to'plang, pensiya organining pozitsiyasini biling, rad javobini oling. Keyin sudda nimani talab qilishingizni aniqlang. Ish stajini tan olishmi? Ish haqi ma'lumotini hisobga kiritishmi? Pensiyani qayta hisoblashmi? To'lanmagan farqni undirishmi? Sudga beriladigan ariza juda aniq bo'lishi kerak. Mening pensiyam kam degan umumiy gap yetarli emas. Falon davr asossiz ravishda stajga kiritilmagan. Falon hujjatlar bilan tasdiqlanadi. Shu sababli pensiya qayta hisoblanishi kerak degan mantiq bo'lishi kerak. 8-qadam. Sudni yutgan bo'lsangiz, qarorni ijroga yo'naltiring. Sud qarori qonuniy kuchga kirganini tekshiring. Qarordan nusxa oling. Agar qarorda pensiya organiga majburiyat yuklangan bo'lsa, shu qarorni pensiya organiga topshiring. Agar pul undirish belgilangan bo'lsa, ijro varaqasi masalasini ham ko'ring. Har bir hujjatni topshirganda nusxangizga qabul belgisi qo'ydiring. Bu juda oddiy, lekin amalda eng ko'p unutiladigan qadam. 9-qadam. Yangi hisob kitobni tekshiring. Qayta hisoblash bo'ldi degani hammasi to'g'ri bo'ldi degani emas. Sizga yangi pensiya miqdori, qo'shilgan staj, olingan ish haqi davri, to'langan farq summasi tushunarli bo'lishi kerak. Agar sizga faqat oshirildi deyishsa, hisob kitobni so'rang. Masalan, oldingi pensiya 1 million 800 ming, yangi pensiya 2 million 107 ming bo'lsa, farq 307 ming. Qaysi sanadan qaysi sanagacha farq to'landi? Necha oy hisoblandi? Indeksatsiyalar inobatga olindimi? Shularni tekshirish kerak. Yana bir amaliy maslahat, barcha hujjatlarning nusxasini alohida papkada saqlang. Asl hujjatni hech kimga berib yubormang, faqat ko'rsatish kerak bo'lsa ko'rsating. Topshirish zarur bo'lsa nusxasini topshiring. Agar asl hujjat talab qilinsa, qabul qilinganligi haqida tilxat oling. Ayniqsa mehnat daftarchasi, sud qarori, arxiv ma'lumotnomasi yo'qolib qolsa, keyin uni tiklash yana vaqt va asob talab qiladi. 2019-2026 yillarda pensiyaga chiqqanlar uchun alohida eslatma. Agar siz pensiyaga chiqishda keyin hujjat olib kelasiz degan gapni eshitgan bo'lsangiz, o'sha keyinni cho'zmang. Hujjat topilgan zahoti murojaat qiling. Har oy o'tgan sari ehtimoliy farq masalasi murakkablashadi. Shuningdek, agar sizga baribir foydasi yo'q deyishsa, bunga ko'r-ko'rona ishonmang. Har bir holat alohida. Ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi pensiyani sezilarli oshiradi.
Sudni yutganlarga esa alohida aytaman. Sizning qo'lingizdagi sud qarori kuchli hujjat, lekin uni to'g'ri ishlatish kerak. Qarorni papkaga solib qo'yib, pensiya avtomatik o'zgarishini kutib o'tirmang. Murojaat qiling. Ro'yxatdan o'tkazing, javob oling, hisob kitobni tekshiring. Agar ijro kechiksa, yozma shikoyat qiling. Agar qayta hisoblash noto'g'ri bo'lsa, yana nizolashishdan qo'rqmang. Qonuniy haqqingizni talab qilish uyat emas. Demak, bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, 2019-2026 yillarida pensiyaga chiqqanlar, yangi hujjat topganlar, ish staji yoki ish haqi to'liq hisobga olinmaganlar. İmtiyozli davrlar tan olinmaganlar va sudni yutganlar pensiyasini qayta hisoblatish masalasini albatta tekshirtirishi kerak. Pensiya bir marta tayinlandi degani, uni hech qachon o'zgartirib bo'lmaydi degani emas. Asos bo'lsa, hujjati bo'lsa, sud qarori bo'lsa, qayta hisoblash talab qilinadi. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Qaysi davrlar pensiyaga kiritilganini aniqlang, arxivga so'rov bering. Pensiya jamg'armasiga yozma ariza topshiring va har bir javobni hujjat bilan oling. Og'zaki gapga tayanmang. Hisob kitobni so'rang. Agar rad javobi asossiz bo'lsa, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qiling. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi yilda pensiyaga chiqqansiz, qaysi davr hisobga olinmagan, sudga borganmisiz, qayta hisoblash bo'lganmi? Sizning tajribangiz boshqa tomoshabinlarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir insonning emas, butun oilaning daromadiga ta'sir qilishi mumkin.